Parkinson kasalligi tashxisi qo'yilgandan so'ng 2 yildan keyin bu preparatlar ishlamaydi. Boshqa turdagi titroq bilan kechuvchi kasalliklar bor. Hammasi ham Parkinson bo'lavermaydi. Tabiiy ravishda biz dopaminni organizmga kiritishimiz kerak edi. Bu levodopa preparatlarni bemor butun umri davomida ichib yuradi. Bunday bemordan ko'rsangiz, qo'lda titroq bo'lmaydi. Yurganda xuddi qo'g'irchoqqa o'xshab yuradi. Parkinson kasalligining o'zi 3 ta turi bor. Birinchi turi titroq turi. Parkinson kasalligi o'zi bu bosh miya neyrodegenerativ kasalligi. Ya'ni neyrodegeneratsiya deganda bosh miyada doimiy rivojlanib boruvchi surunkali kasallik hisoblanadi. Ya'ni bunda bosh miyamizning o'rta qismida o'rta miya joylashgan. O'rta miyada o'zini qora substansiya degan moddalar bo'ladi. Shu qora substansiyada dopamin degan modda ishlab chiqaradi. Shu dopaminni organizmda surunkali tarzda yetishmovchilik hisobiga Parkinson kasalligi rivojlanadi. Parkinson kasalligi negizida bu dopamin yetishmovchiligi yotadi. Parkinson kasalligi deganda xalqimiz orasida faqat qo'li titrab qolgan yoki yurishga qiynalgan insonlarni tushunishadi. Lekin Parkinson kasalligi o'zi faqat titroq bilan emas, boshqa turlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Parkinson kasalligining o'zi 3 ta turi bor. Birinchi turi titroq turi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, yoshi katta insonlarda qo'llar titrab qoladi. Bu titroq faqat bir qo'ldan boshlanib, bir oyoqqa o'tadi va keyingi yillarda esa ikkinchi qo'llarga o'tishi va yurganda mayda qadam bilan yuradi. Bu bemorlarda dastlab qo'rquv, xavotir, vahima, vegetativ buzilishlar, yurak tez urib, bir sekin urib, bir davleniya chiqib, bir tushib yoki yurganda birdaniga turganda yotoqli bemor birdaniga turganda davleniyasi tushib ketib qolishlari, ko'p terlashlar, ichi qotib qolishlari bilan boshlanadi. Shundan so'nggina harakat buzilishlari boshlanadi. Mana qo'llarda titroqlar bo'lishi, mayda qadam bo'lib yurishlari, xuddi qo'g'irchoqqa o'xshab yuradi, mayda qadam tashlayapti. Bemorning yuzlariga qarasak, gipomimik holatlar bo'lib qoladi. Bu eng ko'p tarqalgan Parkinson kasalligiga xos mana titroq turi bilan. Ikkinchi turi bor, akinetik rigid deydi. Ya'ni mushaklarning qotishi bilan kechadigan Parkinson kasalligi. Bunday bemordan ko'rsangiz, qo'lda titroq bo'lmaydi. Yurganda xuddi qo'g'irchoqqa o'xshab yuradi. Mayda qadam bo'lib yurib, ichi qotib, kayfiyati yo'q bo'lib, nasriyasi tushib ketib qolib, mushaklarning tonuslari ortib, shunaqa kechadigan turlar bor akinetik rigid Parkinson. Uchinchi turi bo'ladi, aralash turi deydi. Ham titroq bo'ladi, ham ularda mayda qadamli mushaklarning qotishlari kuzatiladi. Aynan Parkinson kasalligi bosh miya kasalligi bo'lsa ham, aynan kasallik mushaklarda kechadi. Mushaklar qotish bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bundan tashqari Parkinson kasalligini boshqa kasalliklar bilan kombinatsiya keladigan holatlar ham kuzatiladi. Buni biz nevrologiyada Parkinsonizm plus kasalliklar deyiladi. Mana bizda multisistemli atrofiya, pik kasalligi yoki levitanachil demensiyalar bo'ladi. Aynan bularda Parkinson kasalligiga o'xshash holatlar kuzatiladi. Parkinson kasalligi o'zi genetik kasallik bo'ladi. Asosan 50-60 yoshdan keyin paydo bo'ladi. Buni asosiy sabablari shu Parkinson kelib chiqishiga sabab bo'luvchi oqsillarni o'sha zanjirda, DNK zanjirlarida yoki RNK zanjirlarida paydo bo'lishi hisoblanadi. Parkinson kasalligining turli xil alomatlari bo'ladi. Dastlab bemorlarda Parkinson kasalligini ushlashdan oldin vegetativ buzilishlar boshlanadi. Ya'ni hid bilishi pasayib qoladi. Bemorda ichki a'zolar faoliyati buziladi. Qo'rquv, xavotir, vahima bilan boshlanishi mumkin. Uyqusiz qoladi uzoq vaqt. Tushkun kayfiyat bilan yuradi. Bora-bora bemorlarda titroqlar paydo bo'lishi yoki mayda qadamliklar paydo bo'lishi, ichi qotib qolish belgilari paydo bo'lishi, ko'p terlashlar paydo bo'lishi, vahomalar paydo bo'lishi, yuzda mimikaning yo'qolishlari, qo'llarda titroqlar paydo bo'lishi asta-sekin paydo bo'lib boshlaydi. Parkinson kasalligi asosan mutaxassis nevropatologlar tomonidan tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilgan paytda bemorning o'zi shikoyatlari, umumiy holatiga e'tibor beriladi. Bundan tashqari bemordagi tekshiruvchi nevrologik statusga qaraladi. Shundan so'nggina mutaxassis nevropatolog tomonidan birlamchi Parkinson kasalligi tashxis qo'yiladi. Shundan so'ng bemorni bosh miya MRT tekshiruvlari va boshqa tekshiruvlarga yuboriladi. Shunda ham bosh miya MRT tekshiruvida o'sha o'rta miyada qora moddani atrofiyalar yoki degeneratsiyalarni kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari shu narsani aytib o'tmoqchimanki, yana Parkinson kasalligiga o'xshab ketuvchi kasalliklar bor. Bizda degenerativ kasalliklar deydi. Parkinsonizm plus bilan kechuvchi multisistemli atrofiya, kortikobazal degeneratsiya, bundan tashqari supranuklear falajli, levitanachil demensiyalar ko'p kuzatiladi. Bu kasalliklarni ham Parkinson deb o'ylashadi, lekin
bu kasallikni umuman boshqa turdagi bosh miya neyrodegenerativ kasalliklar hisoblanadi ular. Ko'p kishi Parkinson kasali adashtirib qo'yadi. Butun tanada yoki boshda titroq bo'lsa ham Parkinson kasalligi deb tashxis qo'yishadi ko'p kishi yoki o'ylashadi insonlar. Yo'q, Parkinson kasalligi bu faqat qo'l va oyoqda titroq bilan paydo bo'luvchi kasallik hisoblanadi. Agar boshda titroqlar bo'lsa yoki boshda harakatlarda o'zgarishlar paydo bo'lishi bu Parkinson kasalligi emas. Boshqa turdagi titroq bilan kechuvchi kasalliklar bor. Hammasi ham Parkinson bo'lavermaydi. Parkinson kasalligini davolashda asosan levodopa preparatlardan foydalanadi. Bu levodopa preparatlari bu organizmga tushgandan so'ng qonda dopaminga aylanib beradi. O'zi Parkinson kasalligining o'zi kelib chiqish sababi dopamin yetishmovchilik bo'lganligi uchun tabiiy ravishda biz dopaminni organizmga kiritishimiz kerak edi. Shuning uchun biz levodopa preparatlaridan foydalanamiz. Ular bosh miyaga borib dopaminga aylanib va harakatlarimizni aktivlashishga yordam beruvchi preparatlar hisoblanadi. Bemorga individual ravishda qanchadan miqdorda berishi mutaxassis neyropatolog tanlab beradi levodopa preparatlarni. Bu levodopa preparatlarni bemor butun umri davomida ichib yuradi. Ikkinchi tur preparatlar bo'ladi. Shu dopaminni ishlab chiqarishni ko'paytirib beruvchi dorilar bo'ladi. Bu dorilarni ham levodopa preparatlar bilan kombinatsiya qilib bersa bo'ladi. Lekin shuni aytib o'tmoqchimanki, Parkinson kasalligi tashxis qo'yilgandan so'ng 2 yildan keyin bu preparatlar ishlamaydi. Asosan levodopa preparatlar yaxshi ishlaydi bularga. Uchinchi tur preparatlarimiz bor. Bu titroqlarni pasaytiruvchi dorilar hisoblanadi. Aynan titroq bilan kechuvchi Parkinsonlarga asosan shu moddalarni, shu preparatlarni berganimizdangina yaxshi rezultatga erishishimiz mumkin va titroqlarni qoldirishimiz mumkin. Bundan tashqari bemorlarimizda vegetativ buzilishlar paydo bo'ladi. Mana qo'rquv, xavotir, vahima, uyqusizib qoladi. Unaqa holatda anksiologik dorilardan foydalanamiz. Bundan tashqari antidepressantlardan ham foydalanib, bunday bemorlarga kompleks tarzda yordam beramiz. Agarda sizda va yaqinlaringizda Parkinson kasalligi va Parkinsonizm belgilari paydo bo'lgan bo'lsa, o'ziga yaqinroq bo'lgan neyropatolog shifokorga murojaat qiling. Yoki bizning klinikamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi kunga qadar bizning klinikamizda 1000 dan ortiq Parkinson kasalligi, Parkinsonizm sindromi va boshqa turdagi neyrodegenerativ kasalliklarni davolaganmiz. Bemalol bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.